ketyapmiz va Dilshod aka biroz avval 17 yoshlilarimiz o'z uchrashuvlarini o'tkazishdi. Qarorlar chiqarilmoqda va qarorlar faqatgina qarorligicha qolayotgani yo'q. Muhimi ularning ijrosi va mana shu ijroni amalda biz isbotini kuzatib bormoqdamiz. Safardagi o'yin 2-0 hisobida g'alaba qozonayotgandik. 2-2 bo'lib qoldi. Keyin Kafa Cupda biz 1-0 hisobida muvaffaqiyatga erishdik. Mana bu tarkib nuqtai nazaridan bo'lsin, natijalar nuqtai nazaridan bo'lsin, bu yog'iga endi biz favoritga aylanib boryapmiz. Hozir mana bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Abduvohid Ne'matov atayin to'pga tegingani yo'q va ko'rdiki to'p ham tezligini namoyish etishga harakat qilgan. Olib qo'yish mumkin. Olib qo'ydi Eldor, lekin eronlik futbolchiga yordam yetib keldi. Eldor Shomurodov zarbasi! Kutilmaganda kelib qoldi to'p, lekin yana zarba. Amrobekov. Keyingisi bormi? Oston. Mana endi o'yin ochilishni boshladi. Oston zarba. Hakamlar vaqtliroq o'tib tursa bo'lar ekan. Ammo tan olish kerak, eronliklar darvozaboni Alirzo Beravand ham ancha mahoratli. Eldor Shomurodov o'ngga olmoqda. Bu yerda hujum davom etadi. Zarba. Ozgina noaniq. Futbolda kichik detalning o'zi yo'q deb aytiladi-yu. Shunaqa jihat bu yerda. Eronliklar e'tibor bering, darvozabon to'pni uzoqlashtirishda qiynalyapti. Mana bu ajoyib pas. Shukurov. Otabek mumkin bo'lgan bizda ikkinchi vaziyat. Otabekka o'xshab pas berdi. Hamrabekov. Muammoli holatda Eron terma jamoasi. Shu bois ham terma jamoaga jalb etilmadi ular. To'p yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Bosh bilan berilgan zarba ozgina noaniq, yaxshi ham noaniq ketdi. Majlisnoddin Abduqodir Husanov to'g'ri hujum chizig'iga uzatma. Eldor Shomurodov darvozabon oldiga chiqib ketgan. Shomurodov kutyapti sheriklarini. Oston bor. Oston menimcha sezmadi, ortdan sheriklari kelayotganda. Hojimat uchun ham Birlashgan Arab Amirliklari chempionati begona emas. Rustam Ashurmatovga ko'zingiz tushgan bo'lsa, qandaydir istehzo bilan, mana bu kerak emas. Va Abduqodir Husanov hakamning qarorini ko'rsat, hakamning qarori qizil kartochka. Kuchliroq tarzda yetkazish kerak edi. Hamda eronlik futbolchi to'pga birinchi bo'lib ulgurdi. Yo'llardan tushib qoldi. Mana shu yerda sal sustroq, sekinroq pas berib qo'ydi-da. 2-2 hisobdagi durangda u gol urishga muvaffaq bo'lgan. Hisobni ochgandi Hojimat Erkinov. Abbosbek Fayzullayev va Hojimat Erkinovlar gol urishgan. Hozir uzun pas amalga oshirib berilyapti. Ne'matov yo'nalishni yopib bordi. daqiqa. Kushki Iskandarovdan o'tdi. Kushki ichkariga kirib boryapti. To'xtatish kerak. Shu yerda to'xtatish kerak va qaytarib yubordik. Hujum davom etadi Eronda. Yaxshi. Nasrullayev oxirigacha borish zarur. Yana hujum davom etyapti eronliklarda. Bu foul. Bo'ldi. Hujumda foul ishlatyapti eronliklar. Lekin o'zi to'g'rilab ketdi. 88-daqiqa. Hozir uzoqdan zarba yo'llandi Abduvohid Ne'matov. Birinchi bor uni seyf amalga oshirishga majbur qilishdi raqiblar. Ne'matov esa ishonchli o'ynadi. Qoida buzildi. Bu yerda ushlab qoldi eronliklar. Uchrashuv asosiy vaqti o'z nihoyasiga yetyapti. 0-0 hisobi qo'yil qolish kerak. Baribir bir kishi kam bo'lgan holatda mana shu natijani Nurafkon chap oyoqda zarba beryapti. Mana golga aylantiradi Eldor. To'pga yaqinlashyapti. Zarbani amalga oshirdi. Aldamaniqlik. Dorbani va Abduvohid. Chalg'itishga urinyapti. Hozir. Muhaybib qaytardi. Abduvohid gol kerak. O'zi ham yaxshi biladi gol kerakligini. Bu safar ham qandaydir shu yerda ham yutib olish muhim. Demak, zarba yo'llandi. Ashurmatov, Beravand. Zarbasi aniq. Milad Muhammadiy, Abduvohid Ne'matov. Milad zarbani amalga oshiradi. Ne'matov qaytardi. Chiqdi. Ammo eronlik futbolchi emas, Akmal Mazgavoy. Shuning uchun ham Abduvohid bir hazillashib oldi. Ular do'stlar, ular jamoadoshlar sobiq va endi Akmal Mazgavoy hal qiladigan palla so'nggi zarba bo'lishi mumkin. Urinishni amalga oshiryapti. Zarba gol!
Bo'ldi. G'alaba. Yutdik. Eron terma jamoasini yana mag'lub etyapmiz. Ketma-ket ikkinchi bahsda penaltilar seriyasida, lekin biz bu o'yinning ancha keldik va mana bu g'alabani qo'lga kirityapmiz. Qadrli do'stlar, Eron 11 kishi bo'lib o'ynadi o'yinning boshidan oxiriga qadar, lekin darvozamizni ishg'ol eta olgani yo'q. Bu juda ham muhim narsa, juda ham muhim faktor. Chunki Eron darajasidagi jamoalar odatda bunaqa holatlarni qo'ldan chiqarib yuborishmaydi.